Men qara, o'rgimchakni kim boqadi? Qo'rqma, 2 haftalik ovqatini yeb olgan. O'lmaydi. Fransuzlar o'z otlarini junini olmasmish-a? Shunaqa shekilli. Burga bosib ketadi-yu. Qishda burga nima qilsin? Bos. Qanaqa bolasan o'zi, nega taqallatmay kirding? Maylimi seni xonangda uxlasam, Fuller bilan yotishni xohlamayman. Suv ichib qo'ysa hamma yoqni shalabbo qiladi. Shalabbo qilishi yo'lda tursin, kattasini qilib qo'ysa ham ruxsat bermayman. Eshityapsizlarmi? Bu qariya Marvel-ku. Yuringlar. Ha? Kim u? Nima? Bu yerda bo'lgan fojiani eshitmaganmisan? Yo'q. U 1959-yili butun oilasini o'ldirgan. Uni qo'shnilarini ham. Qo'lidagi o'sha belkurak bilan o'ldirib, hozir bu yerda bekinib yuradi. Nega uni haligacha politsiya hibsga olmagan? Ularda yetarli dalil yo'q. Murdalar haligacha topilmagan. Hamma uni qotilligini biladi. Ammo vaqti kelib, yana hunar ko'rsatadi. Hozir nima ish qiladi? Nima qilardi? Kechasi bilan ko'chada yuradi, yo'llarga tuz sepadi. O'zini oppoq ko'rsatmoqchi bo'larkanda. Bekorlarni aytibsan. Bilasanmi, unda qancha tuz bor? Voy-vo! Tuz murdalarga mumiyodek ta'sir qiladi. Oyi. Bekininglar.